Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 18-mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 37 so'm 79 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2129 so'm 1 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.212.901 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.5% ga tushdi. Yevro 124 so'm 53 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.968 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.396.898 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.4% ga tushdi. Rossiya rubli 1 so'm 17 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 99 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 147.990 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 6.6% ga tushdi. Xitoy yuani 7 so'm 85 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1761 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.761.170 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.2% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 90 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 96 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8195 Rossiya rubli 83 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 6.6% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.